Angren shahrida, ya'ni tog'li Yangibotimizda tapchanlar sezonini ochiq deb e'lon qilaman. Oila bilan, do'stlar bilan yoki ishxona, kollektiv shunaqa tapchanlarda, shunaqa atmosferada mazza qilib dam olishga nima deysizlar? Do'stlar, o'zimizni Yangibotda hilol dam olish maskaniga kelganmiz. Bu yerda sizlar uchun, oilangiz uchun, do'stlaringiz uchun bir qancha tapchanlar va go'zal atmosfera bor. Hozir bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Hilol dam olish maskanida 3 xil tapchan mavjud bo'lib, kichik tapchan 8 tadan 10 tagacha odam ketadi, o'rtacha tapchan 10 tadan 15 ta odamgacha ketar ekan, katta tapchan bor, unga 20 kishi ketadi. Do'stlar, har bitta tapchanning o'zining qozon o'choqlari mavjud bo'lib, hech kimga xalaqit bermaydi. Oilaviy do'stlar va yoki kollektiv mazza qilib shunaqa chiroyli tapchanlarda, shunaqa chiroyli atmosferada dam olib ketishingiz mumkin. O, Nodir aka, buni hidini qarang deydi akamiz. Bu yerda toza